Nimaga ba'zi bir odamlarda Allohning, payg'ambarning so'ziga muhabbati bor, nimaga ba'zi bir kishilarni mana shunga nisbatan yov qarashi bor? Nimani belgisi bu? Soqol bo'lganni ko'rsa g'ash keladi. O'zi musulmonlikni da'vo qiladi. Ro'mol o'ragan yoshroq bir qizlarni ko'rsa, zag'rilni shu narsa deydi. Nimani belgisi bu? Janozaga qatnashadi, namoz o'qiydi, roza tutadi, ehtimol hoji aka, ehtimol. Endi zag'rilni endi shularga oshmashan qilib ro'mol o'ram. O'ynab olmaydimi shu o'rniga deydi. Nimani belgisi? Alloh va Rasulining hukmini qilayotgan bandani, qizdir yoki yigitdir, ko'rib, shunga g'ash kelayotgan odam kim deyiladi? Munofiqlar ham birodarlar namoz o'qigan. Rasululloh orqasida namoz o'qigan. Lekin mana shu qilayotgan zohiridagi ishlari ularni mu'minlar qatoriga qo'shdimi? Yo'q, qo'shmadi. Nima sabab? Qalbida Alloh va Rasulining hukmiga norozilik bor edi.